Telefonim. Yaxshi oldingizmi? Ha. Ovqat hozir tayyor bo'ladi. Oy, ko'zim achib ketdi. Qo'yo. Piyozlar to'tuvmiding? Shunga yig'ladingmi? Ha. Ha. Telefonimni nimaga olding? O'zimning zaryadkasi o'chib qoluvdi. Siznikidan video ko'rib o'tirdim. Yo'q, ber, ishim bor edi. Mana. Mayli. To'xting. Ha. Nimani bekityapsiz? Ishlayapti. Qo'yo, nimaga sen bugun boshqachasan? Mamma, siz boshqachasiz. Nimani bekityapsiz? O'zichi kecha kechqurun surpriz qilmoqchi edim. Kelsam uxlab olibsan. Men ham uxlab olibman. To'g'risi esa jahl bilan uxlab oldim. Ertalab tursam, odamni qo'rqitib, ham o'tiribsan. Nima bekityapsiz? Bekitmayman. Ertaga surpriz qilmoqchi edim. Shuni senga olib keldim. Nima bu? Ochib ko'r. Family mandarindan ikkalamizga umr yo'llanmasi. Ey, nega yig'layapsan? To'g'risini aytsam, bu telefoningizda Kabani ko'rib o'tirdim. Niyatim tez ijobat bo'ldi. Ich-ichimdan niyat qilgan edim, qarang. Allohga oson. Zo'r gap edingmi? Endi ikkalamiz toza oyoq kiyimda haqiqiy top-toza joyga boramiz. Baxtlimisan?